Aka, inomarka Jide motorli mashinalarga ham propan qo'yib bera olasizmi? Albatta, Jiday avtomobillarga ham juda uzoq yillardan buyon gaz qo'yib kelmoqdamiz. Jiday motorli avtomobillarga servisimizda uzoq yillardan buyon eng sifatli va original jihozlarni qo'yib kelmoqdamiz. Jiday motor o'zi nima? GDI Gasoline Direct Injection, ya'ni benzinli to'g'ridan-to'g'ri yonilg'i purkash tizimidir. Oddiy benzin dvigatellarida yonilg'i havo bilan kollektorda aralashadi. Jidayda esa benzin bevosita yonish kamerasiga purkaladi. Biz jamoamiz bilan uzoq yillardan buyon GM, Kia, Xitoy va boshqa ko'plab Jiday motorli avtomobil modellariga arzon va sifatli kafolati bilan 4+ jihozlarni o'rnatib kelmoqdamiz. Bizda Jiday motorli avtomobillarga ikki xil komplektlarimiz bor. Birinchisi Stack komplekt, ikkinchisi KM komplekt. Jiday motorlarga albatta sifatli benzin quyilishi shart yoki sifatli original jihozlar bilan propan o'rnatish. Sizda Jiday motorli avtomobilingizga 2 yil kafolatli original jihozlar bilan propan qo'yishingizni maslahat beramiz. Sizga arzon, original, sifatli propan yoki metan o'rnatish xizmati kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qiling.